dush, hammom qilib qo'yib, parovoy отопление yoki bo'lmasa teplopol esdan chiqib qolganlar uchun zo'r yangiligimiz. Ichiga antifriz quyib qo'yilgan tayyor. Hech qanday bir ortiqcha xarajatlarsiz shuni olasiz. Hammomingizga olib kirib, tokka suqasiz. Bo'ldi, ishlayveradi. 10 ta qovurg'ali bo'ladi, biometal bo'ladi. Suv sachrasa ham hech narsa qilmaydi, kraskasi to'kilib ketmaydigandan bo'ladi. O'zi oyog'i bo'ladi, to'kilmaydigan variant. Juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Mana shu holati, narxini mana oldindan aytib o'tib ketaman. Bir donadan like bosib qo'yinglar. Buni narxi 1,50,000 so'm. O'zbekistonda barcha hududlariga dastlabki xizmati ichida bo'ladi. Ya'ni dastlabki xizmati bepul desa ham bo'laveradi. Xo'p, uylaringgacha dastlabki qilib beriladi. Tayyor narsa shu tokka suqasiz, tamom. Kunlik tok rasxodi o'rtacha hisobda 7,000-8,000 so'm tok rasxod qiladi. Pastaganday tok sotasiz. Sababi buning ichida kichkina tem bo'ladi, lekin xonani isitish koeffitsiyenti juda ham yuqori bo'ladi. Biometal bo'lganligi uchun. Sizlarga agar qiziq bo'lsa shu narsamiz, ekrandagi telefon 77 kodli desanglar, чтобы biz sizlarni bir marta tushunib olamiz, ya'ni buni kodi 77 bo'ladi. Shuning uchun kodi bilan 77lik bizga narsa kerak. Hammomga desanglar, bo'ldi. O'shani sizlarga shuni tushunib, shuni qilib beramiz xudo xolasa. Bir kunda tayyor bo'ladi zakazlang. Faqat zakaz asosida qilib beramiz. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.